Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan SRK sindrom раздраженного кишечника, yallig'langan ichak sindromi o'zbek tilida yoki oshqozon va ichak nevrozi mavzusida gaplashamiz. Albatta bu juda ham katta va dolzarb mavzu. Yuqorida havola joylashtiraman. Ayni mana shu havolaga biriktirilgan videomizda SRK sindrom раздраженного кишечника, ya'ni yallig'langan ichak sindromi mavzusida batafsil ma'lumot berganman, batafsil tavsiyalar berganman. Yuqoridagi havola orqali o'tib, ya'ni bu videoni ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bugun esa qisqaroq qilib, ya'ni bizni yallig'langan ichak sindromi yoki o'sha oshqozon va ichak nevrozi mavzusidagi xato tushunchalarimiz va bizni ayni mana shu muammoni davolashdagi ya'ni xatoliklarimiz haqida gaplashmoqchiman. Avvalambor yallig'langan ichak sindromi yoki oshqozon va ichak nevrozi diagnozi haqida qisqacha to'xtalaman. Bu qanaqa diagnoz va nimani anglatadi? Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, hamma birdek tushunishi uchun, ya'ni bir insonni tasavvur qiling, insonning oshqozon va ichak faoliyati bilan bog'liq turli xil shikoyatlari bor. Insonning oshqozon va ichak faoliyati bilan bog'liq, hazm tizimi bilan bog'liq turli xil simptomlar bezovta qiladi. Misol uchun, bu qabziyat, bu diareya, ya'ni ichib ketish, bu hazm tizimidagi muammolar, bu oshqozon va ichak sohasidagi og'riqlar, sanchiqlar, bu gazoobrazovание, ya'ni gaz to'planib qolgandek bo'lishi, ya'ni постоянно sizni ichaklaringizda gaz to'planib qolgandek va siz ya'ni gazlarni chiqarib yubora olmayotgandek bosim his qilasiz. Bu har doim sizni kekirishga majbur qiladigan bosim, ya'ni ichingizda shunday bosim bo'ladi, siz kekirib mana shu bosimni chiqarib yuborishga harakat qilasiz va siz chasta, ya'ni ko'p kekiradigan bo'lib qolasiz. Tinimsiz ko'ngil aynishlar va qayt qilishlar, ayniqsa inson ovqat yeganda yegan ovqati yaxshi hazm bo'lmaydi va bu oshqozon va ichaklarga bosim beradi. Va inson mana shu bosimdan qutulish uchun yegan ovqatini qayt qilib chiqarib tashlashga odatlanib qoladi. Mana shunday bir qator ya'ni simptomlardan, ya'ni simptomlar agar bir qator ya'ni namoyon bo'ladigan bo'lsa, bu tibbiyot tilida sindrom deb ataladi. Mana shunday bir qator simptomlardan, ya'ni sindromlardan inson aziyat chekadi va birinchi navbatda nima deb o'ylaydi? Menda qanaqadir oshqozon va ichak kasalligi bor deb o'ylaydi va gastroenterologga murojaat qiladi va bu eng to'g'ri qaror. Gastroenterolog insonni tibbiy tekshiruvdan o'tkazadi. Kerakli analizlar, ya'ni gastroskopiya bo'lishi mumkin, endoskopiya bo'lishi mumkin, ya'ni umuman oshqozon va ichak faoliyati tibbiy tekshiruvdan o'tkaziladi. Xalq tilida ya'ni zond deyiladi. Zond yutadi inson, orqadan ko'riladi, oldindan ko'riladi, kal ko'riladi, qon analizlari ko'riladi, UZIda ko'riladi, ya'ni oshqozonni faoliyati, oshqozon osti bezini faoliyati, jigar faoliyati, ya'ni umumiy tibbiy tekshiruvlar natijasi ko'pchilik holatlarda ya'ni insonda hech qanday bir katta patologik o'zgarish aniqlamaydi. Lekin kichkina bir o'zgarishlar aniqlanishi mumkin. Bu bizning yurtimizga, mentalitetimizga, o'zi umuman ya'ni ovqatlanish tartibimizga xos bo'lgan bir qator ya'ni muammolarimiz bor. Oddiy qilib aytganda o'zbeklarga xos bo'lgan ya'ni bir qator o'zgarishlar bor. Bu yengil gastrit belgilari. Bu o'sha o't qopida dimlanish, bu ya'ni jigarda yengil xolesistit belgilari va ya'ni повышенный kislotность deydi, ya'ni o'sha ya'ni ichaklarda kislotani sal ko'payganligi. Mana shu muammolar aslini olganda siz bildirayotgan shikoyatlarni ya'ni sababi qilib ko'rsatib bo'lmaydigan ya'ni muammolar hisoblanadi. Bu ko'pchilik holatlarda ayni bizning yurtimizga, bizning mentalitetimizga, bizning insonlarga xos bo'lgan o'zgarishlar. Lekin umuman ya'ni oshqozon va ichak faoliyatida hech qanday bir og'ir xastalik aniqlanmaydi. Ya'ni misol yazvalar yoki boshqa bir qanaqadir deylik kasalliklar, ichki organni deylik ishlashidagi qanaqadir bir og'ir patologik o'zgarishlar aniqlanmaydi, rak aniqlanmaydi, o'simtalar aniqlanmaydi va ko'pchilik holatlarda ya'ni gastroenterologlar bu asab tizimi bilan bog'liq, bu ya'ni o'sha sizni asabiyligingiz bilan, stresslar bilan bog'liq deyishadi-da. Sizdagi o'sha yengil gastrit belgilari yoki o't qopidagi dimlanishlarni ya'ni oldini oluvchi sizga deylik dori vositalari va назначениялар tavsiya etishadi. Mana shunday hollarda ilmu fan, tibbiyot insonga ya'ni SRK sindrom раздраженного кишечника, yallig'langan ichak sindromi yoki oshqozon va ichak nevrozi deb diagnoz qo'yadi va bu asab tizimi bilan bog'liq ekanligini tushuntiradi. Mana shu joyiga juda ham diqqat e'tibor qaratishlaringizni so'rayman aziz do'stlar. Yallig'langan ichak sindromi yoki oshqozon va ichak nevrozi bu ikkalasi bitta narsa.
Bilib qo'yinglar, bu oshqozon va ichak kasalligi emas. Mana shu narsani tushunishlaring kerak. Mana shu yerda eng katta bizni yo'l qo'yadigan xatoligimiz bor. Biz ko'pchilik holatlarda o'zimiz bildirayotgan shikoyatlar va o'zimiz aziyat chekayotgan, ya'ni turli xil tanamizda kuzatiladigan, ayni mana shu ichak tizimimizda kuzatiladigan turli xil, ya'ni simptomlarimizni bu oshqozon kasalligi deb baholaymiz. Vaholanki aslini olganda bu unday emas. Bu nima bilan bog'liq? Bu insonning asab va ruhiyatida buzilish borligini anglatadi. Insonning asab va ruhiyatidagi buzilishlar 3 xil turda namoyon bo'ladi insonda. Birinchisi bu tana, ikkinchisi psixika, uchinchisi bu ya'ni insonning xatti-harakatlari orqali namoyon bo'ladi. Hozir qisqa misollar keltiraman. Insonning tanasi deganda soch tolasidan tortib oyoq tirnog'ini uchigacha, ya'ni insonning tanasida turli xil, ya'ni asab va ruhiyat buzilishi, ya'ni turli xil namoyon bo'lishi mumkin. Xalq orasida keng tarqalgan va ko'pchilik insonlarda kuzatiladigan, ya'ni shikoyatlar bu yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq bo'ladi. Bu ayni o'sha oshqozon va ichak faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Bu ya'ni insonlarda o'sha nafas yetmaslik yoki deylik ko'proq o'sha nafasni to'yinib ola olmaslik orqali namoyon bo'ladi. Qon bosimining ko'tarilishi, bosh aylanishlar orqali namoyon bo'ladi. Bu ko'proq uchraydiganlar, ya'ni bu tana bilan bog'liq bizning shikoyatlarimiz. Asab va ruhiyat buzilishi davrida. Asab va ruhiyat buzilishi aynan bizning tanamizda mana shunday namoyon bo'ladi. Ikkinchisi bu psixika. Psixika deganda biz nimani tushunamiz? Bu xavotir, bezovtalik, tushkunlik, qo'rquv, vahima, bularning hammasi bizning psixikamizdagi o'zgarishlar va uchinchisi bu xatti-harakatimizdagi o'zgarishlar, bu shoshqaloqlik, bu nazorat, bularning hammasi ayni bizning xatti-harakatimiz deylik shikoyatlarga borib taqaladi. Shu uchun biz hozir bu yerda oshqozon va ichak nevrozi deymizmi yoki yallig'langan ichak sindromi deymizmi, mana shu deylik diagnoz da kuzatiladigan bizning shikoyatlarimizni oshqozon va ichak kasalligi deb atashimiz bu juda ham katta xato. Ya'ni bu diagnoz ortida insonning asab tizimi va ruhiyatidagi buzilish bor. Hozir biz bu mavzuga qaytamiz. Oddiy insonlar albatta, ya'ni buni insonning asab va ruhiyatida buzilish bilan, ya'ni asab va ruhiyatidagi buzilish borligi bilan bog'lashi juda ham qiyin. Lekin ko'pchilik bizni mutaxassislarimiz, aynan gastroenterologlar ham, ya'ni mana shu diagnozni noto'g'ri davolashga harakat qilishadi. Ya'ni sizga SRK, sindrom раздраженного кишечника, yallig'langan ichak sindromida yoki oshqozon va ichak nevrozi deb diagnoz qo'yishadi-da, sizni simptomlaringizni davolashga harakat qilishadi. Aynan mana shu diareyani davolashga, qabziyatni davolashga, hazm tizimini davolashga, ya'ni oshqozon va ichak faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi, ya'ni preparatlar bilan, ya'ni sizni simptomlaringizni, shikoyatlaringizni davolashga harakat qilishadi. Bu juda ham katta xato. Aslini olganda, ya'ni bu yoqda insonning shikoyatlarini davolash kerak emas. Bu yoqda insonning asab va ruhiyatidagi buzilishni bartaraf etish kerak. Insonning asab tizimi tiklanadigan bo'lsa, insonning mana shu, ya'ni buzilishi bartaraf etiladigan bo'lsa, asab va ruhiyati bilan bog'liq bo'ladigan buzilishi bartaraf bo'ladigan bo'lsa, oshqozon va ichak faoliyatidagi mana shu buzilishlar, shikoyatlar, simptomlar o'zi, ya'ni yo'q bo'ladi. Chunki bu yoqda oshqozon va ichakda hech qanday kasallik yo'q. Va gastroenterologlarimizga aytgan bo'lardimki, mana shu xatolikni yo'l qo'ymaslik kerak. Inson keldi, tibbiy tekshiruvdan o'tkazdik va aynan gastroenterologik hech qanday, ya'ni diagnozga ega emasmi inson, siz gastroenterologik hech qanday o'zgarish, ya'ni patologiya aniqlamadingizmi, uni shikoyatlarini davolamang. Uni, ya'ni psixiatrga yoki psixoterapevtga yo'naltirishingiz kerak. Xuddi shunday insonlar ham bitta narsani tushuninglar. Bilaman, sizni bugungi kunda ya'ni juda ham ko'p bezovta qiladigan oshqozon va ichak faoliyatingizdagi simptomlar bor. Qabziyat, diareya, og'riqlar, hazm tizimidagi muammolar, ko'ngil aynish, qayt qilish, og'riqlar, sanchiqlar, gazobrazovaniya, kekirish va hokazo va hokazo. Tibbiy tekshiruvdan o'tdingiz. Hech qanday aniq bir xastalik aniqlanmadi. Siz tushunishingiz kerak. Oshqozon va ichak faoliyatini davolashni bas qilishingiz kerak. Muammo oshqozon va ichakda emas. Muammo sizni asab va ruhiyatingizda. Ana endi eng qiziq joyiga yetib keldik. Asab va ruhiyat buzilishlari nima bilan bog'liq? Bu har doim insonning shaxsiyati bilan bog'liq.
hozir biz ya'ni umumiy qanaqadir tavsiyalar berishimiz mumkin. Bu surunkali stress bilan bog'liq deyishimiz mumkin. Bu ortiqcha asabiylik bilan bog'liq deyishimiz mumkin. Bu deylik hayotdagi bir qanaqadir muammolar bilan bog'liq deyishimiz mumkin. Lekin nima uchun? Ya'ni bugungi kunda hammada stress bor, hamma asabiy, hammaning hayotda ya'ni muammolari bor. Lekin hammada ham oshqozon va ichak ya'ni deylik mana shunday nevrozi degan diagnoz yo'q. Nima uchun? Shu uchun ya'ni asab va ruhiyat buzilishlarining ortida faqat surunkali stress, surunkali xavotir, ya'ni o'sha deylik muammolar, asabiylik bor deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Asab va ruhiyat buzilishlari ortida shaxs bor. Shaxs deganda biz nimani tushunamiz? Shaxsni biopsixosotsial biz ko'ramiz va baholaymiz. Shaxsning biologiyasi bor, genetikasi bor, irsiyati. Shaxsni ya'ni bu psixologiyasi deymizmi, psixikasi deymizmi, shakllangan, ya'ni psixikasi bor, fe'l-atvorida munosabat tizimi bor va albatta shaxsning atrof muhiti bor. Buni hammasi ya'ni o'sha shaxsga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Va agar shaxs hayotida yoshligidan boshlab deymizmi yoki hayotida ayrim bir o'zgarishlar, ayrim bir deylik qanaqadir vaziyatlardan keyin me'yoridan ortiq xavotir keltirib chiqarayotgan bo'lsa, shaxs o'zini fe'l-atvori, dunyoqarashi va munosabat tizimiga asoslangan holatda umumiy stresslar bilan baholash kerak emas buni. Stress nevroz keltirib chiqaradi deyishadi-da ayrim bir hozir bizning hamkasblarimiz. Nimaga unda ya'ni hozir butun ya'ni deylik dunyo stressda? Nimaga unda butun dunyoda nevroz yo'q? Nimaga sizni ammangizning o'g'lida nevroz yo'q? Nimaga sizni qo'shningiz ergashda nevroz yo'q? Tushunyapsizmi? Ya'ni shaxs o'zini munosabat tizimi, o'zini dunyoqarashi, o'zini shaxsiyatiga asoslangan holatda yoki yoshligidan boshlab yoki hayotida ayrim bir qanaqadir o'zgarishlar yoki qanaqadir bir vaziyatlardan keyin me'yoridan ortiq xavotir, me'yoridan ortiq stress, me'yoridan ortiq asabiylik, ya'ni me'yoridan ortiq mana shunday asab va ruhiyat tizimiga bosim keltirib chiqarayotgan bo'lsa, mana shuni biz ya'ni insonning asab va ruhiyatidagi buzilishni sababi qilib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Shu uchun asab va ruhiyat buzilishlari ortida aynan bir qanaqadir ko'rsatiladigan sabablar bu noto'g'ri hisoblanadi. Asab va ruhiyat buzilishi ortida har doim shaxs bor. Shaxsning hayoti, unga bo'lgan munosabati, shaxsni o'ziga bo'lgan munosabati, kelajakka bo'lgan munosabati va hokazo va hokazo. Shu uchun ya'ni asab va ruhiyat buzilishlari insonning tanasida mana shunday namoyon bo'ladi va oshqozon ichak faoliyati bundan mustasno emas. Tibbiy tekshiruvdan o'tdinglar. Oshqozon va ichak faoliyatida hech qanday og'ir xastalik aniqlanmadi. Yengil gastrit, ozroq xolestistit belgilari, o'tqopini dimlanishi va ya'ni повышенный кислотность deydi. Ya'ni повышенный кислотность bu hali ya'ni sizni deylik shikoyatlaringizni sababini belgilab beruvchi o'zgarishlar emas. Bu o'zgarishlarni davolash kerak. Bu o'zgarishlarni ya'ni o'sha dieta orqali deylik turmush tarzini o'zgartirish orqali, ovqatlanish tarzingizni o'zgartirish orqali ya'ni bu muammolarni bartaraf etsa bo'ladi. Hech qanday tibbiy ya'ni aralashuvsiz, dori-darmonsiz bu muammolarni bartaraf etsa bo'ladi. Lekin siz tushunishingiz kerakki, sizni shikoyatlaringiz bu oshqozon va ichak kasalligi emas, bu asab va ruhiyat buzilishi bilan bog'liq. Faqat mana shu asab va ruhiyat buzilishi aynan mana shunday oshqozon va ichakdagi turli xil simptom hamda sindromlar orqali namoyon bo'lyapti. Va bu yerda siz oshqozon va ichak faoliyatidagi bo'ladigan simptom hamda sindromlarni davolashingiz kerak emas. Bu yerda siz o'zingizni asab va ruhiyatingiz bilan shug'ullanishingiz kerak. Agar sizda kuzatilayotgan va siz anglamayotgan, siz e'tibor qaratmayotgan, aslini olganda sizni hayotingiz bilan bog'liq, sizni ichki kechinmalaringiz bilan bog'liq, umumiy xavotir harorati kamayadigan bo'lsa, stresslar kamayadigan bo'lsa va asabiylik kamayadigan bo'lsa, sizni oshqozon va ichak faoliyatingizdagi buzilishlar, simptomlar hamda sindromlar o'zi ya'ni bartaraf etiladi. O'zi yo'q bo'lib ketadi. Ularni alohida davolash kerak emas. Va ya'ni sizni ayni mana shu xavotir haroratingizni kamaytirish,
sizni stresslaringizni kamaytirish, sizni deylik mana shu asabiyligingizni ozroq deylik epaqaga keltirish uchun birinchi navbatda ya'ni psixofarmakologik dori vositalari tavsiya etiladi. Bu antidepressantlar, neyroleptiklar, prosolpin ko'pchilik holatlarda oshqozon va ichak deylik sindromida juda ham yaxshi ta'sir doirasiga ega sedativniy preparatlar tavsiya etiladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi psixoterapiya tavsiya etiladi. Psixoterapiyada sizni hayotingiz o'rganiladi, sizni shaxsiyatingiz o'rganiladi, sizni fe'l-atvoringiz o'rganiladi va qanday qilib siz asab va ruhiyatingizda buzilishni o'zingiz keltirib chiqarayotganingiz, o'zingiz hosil qilayotganingiz o'rganiladi va sizga ko'rsatiladi va sekin-sekinlik bilan ya'ni sizni ko'pchilik vaziyatlarga bo'lgan munosabatingiz o'zgartiriladi, xavotir harorati kamaytirilishiga yordam beriladi, mana stresslarni kamaytirishga yordam beriladi psixoterapevtik jarayonda va shu bilan birgalikda ya'ni asabiylikni deylik nazorat qilish, asab tizimini tiklashga qaratilgan ya'ni kerakli tavsiyalar beriladi. Va bir tomondan ya'ni farmakologik yordam, ikkinchi tomondan psixoterapevtik yordam sizni asab va ruhiyatingizdagi buzilishni bartaraf etadi. Ana o'shanda sizni oshqozon va ichak faoliyatingizdagi shikoyatlaringiz sizni bezovta qilmay qo'yadi. Bugungi videomizdan xulosa: oshqozon va ichak nevrozini simptomatik tarzda davolashni bas qilinglar. Oshqozon va ichak nevroziga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi, ya'ni dori vositalarini ichishni bas qilinglar. Buni aslo keragi yo'q. E'tiborni asab va ruhiyat tizimiga qaratish kerak. Asab va ruhiyat tiklanadigan bo'lsa, oshqozon va ichakdagi o'sha o'zgarishlar, simptomlar hamda sindromlar o'zi ketadi. Asab va ruhiyatingiz bilan bog'liq buzilish bartaraf etilmas ekan, sizda xavotir harorati, stresslar, asabiylik kamaymas ekan, siz oshqozon va ichak tizimini operatsiya qilmaysizmi? Siz umuman ya'ni o'sha oshqozon va ichak tizimini ya'ni 24 ga 7 davolamaysizmi? Turli xil kapelnitsalar bilan, turli xil deylik boshqa bir dori vositalar bilan. U sizga hech qanday yordam bermaydi. Chunki asab va ruhiyatda buzilish bor. U sizda turli xil mana shunday oshqozon va ichak faoliyatidagi simptomlar orqali namoyon bo'laveradi. Aziz do'stlar, e'tibor uchun katta rahmat. O'ylayman juda ham foydali hamda manfaatli bo'ldi bugungi videomiz. Bugungi videomiz sizga manzur kelgan bo'lsa, albatta bizni like bilan mukofotlang va kommentariyada o'z fikr, mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham qiziq. Albatta, agar qiziqroq savollar bo'ladigan bo'lsa, sizni savollaringizga ham oydinlik kiritish imkoniyati paydo bo'ladi. E'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.